Assalomu alaykum ittifoq ahli. Bugun yana galamiz o'yina geldik. Xudo xolasa men natijnochiman. Shu bugun juma gününde ushxonasini natijnoy patologa beraman deb keldim. Yana bir iltimosimiz bor. Shu qo'limizdan kelgancha yordam bersak o'sha anamiza. Xudo xolasa indiki juma gününde natijnoyni qistirib yana syomka etib tashiman. Shu anamizni ushxonasini remont etishga, aynasini almashlab berishga, shu yaşlı etib berishga qo'limizdan kelgancha yordam berishni so'raymiz. Bir plastik karta koyamiz. Kimda kim qo'ldan kelsa, ko'nglida bo'lsa, bu yordam juma günü şu bizlarni niyat etib keldik. Shu anamizga bir besplatni koyup berali deb. Kim shunun yordam beraman desa, karta nomerlarimizni koyamiz. Teyinde Xudo xolasa indiki juma günü shu natijnoy patolog koyamiz. Mablag' tushsa, Xudo xolasa shu anama ushxonasini remont etib, ishga tushirib berib ketamiz. Anam o'zi, anam ham nima deymiz, anam bir o'zi yashayotgan, oilada bir bo'lib, qo'lingizdan kelsa yordam beringlar. Bo'lmasa Xudo xolasa o'zimiz remont etib berib ketamiz. Hangana? İttifaktan yakcan anamizni uyina Xudo xolasa indiki juma günü natijnoy patologlarni qistirib, syomka etib, qo'lingizdan kelsa yordam bersangizda ishga tushirib, shu xonasini remont etib, Xudo xolasa issiqxonalarda shu peshini o'tganada etib berib ketamiz nasib etsa. Karta nomerlarimizni qo'yamiz. Qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Oilaviy sharoitlaringiz to'g'ri kelsa, men Xudo xolasa natijnoyni anama shuning aytib juma yamında padarka etib ketaman. Hammangizga rahmat. İndiki juma gününacha.